Biz Nanaydamiz akalar, mana sigirlarimiz. Hamma sut beradigan sigirlar. Akalar, kimda agar mana shunaqa sigirlar, novvoslar bo'lsa, siz misol agra bo'yicha boqadigan bo'lsangiz, aralashtirib yemlar beradigan bo'lsangiz, akalar, videoda ko'rsatib o'tganimiz yo'q, bularni yem aralashtiradigan mishalka kerak bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa moli bor, qo'yi bor akalarga yem mishalkalarimizni tavsiya qilamiz. Xo'p, bu 300 kilolik yem mishalkamiz aka. 300 kilo quruq yemni aralashtiradi. Silios bo'lsa 50 kilo, 80 kilo farq qiladi. 220 kilo, 250 kilo aralashtiriladi aka. Motorlarimiz yangi bo'ladi, motorlarimiz egizik, motorlarimiz yangi 4 kilovat, 1,5 ming оборот. Ko'rinishi mana mishalkamiz. Bu 300 kilolik yem mishalkamiz akalar. Sizlarga ancha yordami tegadi, xudo xolasa. Shunaqa chorvasi bor, uyda chorva qiladigan akalarga yaxshi ancha ishlar yengil qiladi. Akamiz ham zakaz qilishadi, internetdan ko'rib akalar. Mana olib berdik, xudoga shukr. Ma'qul bo'ldi. Topshirdik bitta dastavkamizni. Xudo xolasa bunisini ham o'z egalariga topshiramiz. Buni alohida obzor qilamiz akalar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar, xudo xolasa. Shunaqa manfaatli videolar chiqarib beraveramiz.